Mana bankka keldim. Bankni yoniga to'xtash umuman iloji yo'q, chunki mana yo'lda bo'yida to'xtash mumkin emas degan znakda bular turibdi, hamma mashinalar yo'lda bo'yida. Ya'ni riskovat qilib turibdi. Lekin bankni oldida shuncha mana trotuarga qo'shilib ketgan bunaqa aleya joy bor, lekin bular shlagbaum bilan to'sib olgan. Mana o'zlarining mashinalari turibdi. Buni mashinalari turibdi, mana trotuarda ham turibdi. Mana minut sekundi bilan nima qilyapman. Qolaversa mana bu yerda ham yana bitta mashina turibdi. Biz endi majburbizda shunaqa munosabat bildirishga. Mana banknikimi bilmayman, xullas bu ham trotuarda turibdi. Mana bu mashina ham mana kirib olgan. Lekin oddiy xalq parkovkaga sharoit yaratib berilmagan. Shu yo'lda bo'yiga ham znak qo'yib qo'ygan, to'xtash mumkin emas. Nima qilsin, xatga qo'ysin degan savol turibdi. Lekin bularga можно ekan, shlagbaum qo'yib olgan. Bu shlagbaumni faqat knopkasi o'zida, faqat o'zi foydalanadi. Balki postoronniy odamni kirishni imkoniyatini cheklab qo'yishgan. Ya'ni polniy bankda atrofini umumiy foydalanishdagi yerda bular shuni to'sib olib o'zlarini shlagbaumini qo'yib olgan. Hozir mana ko'rsamiz. Mana shu shlagbaum, hozir mashina kirdi, bularning o'zining mashinasi kirdi, slujebnisi mana ochildi. Mana holat. Postoronniy odam kira olmaydi. Endi mana stoyanka, mana yerda domda stoyankasi bor. Mana yerga biz qo'yishga majburmiz. Ya'ni ancha mana yurib, yana kamiga mana hozir men ovora bo'ldim. 1 soat bo'ldi kelganimga. Programma ishlamayapti. Agrozamin degan o'sha ilovasi ishlamayapti. Borib ishlashini kutib turishga biz majbur bo'lyapmiz. Bu bank demak ham programmasi ishlamayotgan hisobidan men ovora bo'ldim hozir. Ham o'sha oldiga bu mashina qo'yishda ham iloji yo'q. Kommentariyada yozinglar, shu to'g'rimi yo noto'g'rimi shu holat.